erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda. Og'ayim, opa singillarim, to'zib ketma uzoqlarda, ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Qolay hasrat, qolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Qiz uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deylar ekan. Qiz uzatilgandan keyin qiz o'sha borgan joyida o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun o'sha xonadonning a'zosi bo'lib, shu xonadon sohibi ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Ota-onalaridan ham, qarindoshlaridan ham u xonadon sohibi ruxsat bersagina kelib xabar olar ekan. Tuzoq bu ekan. Yigit uylanar ekan. Bola chaqa qilar ekan. Ro'zg'or deb hali bu yoqqa yugurib shu ro'zg'orni tebrataman deb qarindosh urug'dan ham xabar olishga imkoniyati bo'lmay qolar ekan. Tuzoq bu ekan. Qolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda.